Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan mana shunaqa nishalarni qanaqa qilishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu qanaqa nisha desanglar, bu 2D animatsiya, psixologический videolar deyiladi. Bu qanaqa RPM desanglar, mana bu yerda yozib qo'yibdi. Endi bu taxminiy yozgan, $15,000 dan $46,000 deb yozgan. Endi psixologический bo'lgani uchun ham bu yerda 8 minutdan ortiq video, taxminan $3, $4 dan ko'proq bo'lishi kerak. Endi aniq aytolmayman. Mana hozir men nisha qidiradigan programmamda bu yoqda $2 dan $3 gacha ko'rsatyapti и daromadi 30 kunlik daromadi $21,000 dan $32,000 gacha deb aytyapti. Bu 3 oylik kanal, общий 48 ta video qo'ygan ingliz tilida. Xo'p, o'zi bunaqa nishalar qanaqa qilinadi desanglar, mana o'zinglar ham ko'rishingiz mumkin. Misol uchun men hozir populyarniy qilib qo'yganman. Endi mana noviylarni ko'rsanglar ham 2 kunda 85,000, 5 kunda 14,000 har xil prosmotrlar. Mana 10 kunda 1,5 million prosmotr bo'lgan. Degani yaxshigina daromad qilyapti degani. Endi misol uchun bitta videosiga kirib ko'ramiz. Ya'ni qanaqa bo'lishi mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar, oddiy animatsiyalar, rasm prosta qimilyapti, oзвучка berilyapti. Mana yaqinlashyapti, orada effektlar, misol uchun, manimcha orqada ham, orqa fonida ham ovoz bor. Misol uchun oraga qanaqadir yozuvlar chiqyapti mana. Mana orqasida yozuvlar. Buni rasmlab qo'yapti. Endi xo'p, bizga birinchi o'rinda kerak bo'ladigan narsa bu, men sizlarga Telegram kanalimda promptlarni tashib ketaman. Ya'ni bu promptda bu yoqda to kanalni obложкасidan turib, ismigacha hammasi yozilgan. Hozir video davomida ko'rib chiqasizlar. Bizga birinchi bo'lib kerak bo'ladigan narsa bu, misol uchun ChatGPT. Xo'p, ChatGPT orqali biz ssenariy yozdiramiz qolgan ishlarni ham shu ChatGPT orqali qidiramiz. Xo'p, bizga mana shu promptdan mana boshlaymiz. Bu yoqda mana yozib qo'yibdi. Yozilgan. Endi prompt YouTube channel name deyapti. Bitta ya'ni YouTube kanalining ismi. Hop, biza promptda yozdirganman. Bu hammasi psixologiya bo'yicha so'zlar. Endi sizlar bilan o'zinglarning ishinglarga keyinchalik o'zgartirsanglar bo'ladi. Agar yo men psixologiya bo'yicha qilmayman desanglar. Xo'p, endi boshlaymiz. Mana bu yerdaga promptni kopiyalab qolishimiz kerak. Chunki bizga misol uchun yangi kanal ochsak, kanalga nom kerak. Misol uchun bu yerda tashlaymiz. Tashlaganimizdan keyin mana ahamiyat bersanglar, уже menga mana variantlar beryapti. Bu kanal nomi uchun mana bizga variantlar beryapti. Xo'p, biz bu yerdan любой bittasini tanlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bizga misol uchun mana men buni olaman. Is a human layer. Buni biz kopiyalab qilamizda YouTube'ga kiramiz. Xo'p, YouTube'ga kirganimizdan keyin biz mana poiskga mana shu human layerni qo'yishimiz kerak. Qo'ydik. Mana poisk beramiz. Poisk berganimizdan keyin bizda mana shu kanalni ko'rsatyapti. Endi biz qanaqa kanallarni topishimiz kerak? Ya'ni iloji boricha kanallar bo'lsin, lekin katta kanallar bo'lmasin. Xo'p, demoqchi bo'lganim mana misol uchun 23 ta podpishka, 15 ta bor mana odamlar ochgan, lekin unaqa katta kanallar yo'q, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, hammasida kam-kam bitta, 5 ta, 23 ta mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Xo'p, biz endi bu kanalni men nomini bilib oldik. Endi dalilni davom ettiramiz. Xo'p, biz kanal nomini kopiyalab qildik. Keyingi o'sha promptga o'tamiz. Ya'ni biz YouTube profilni rasmini, ya'ni obложкасini mana bu yerda generatsiya qilishimiz kerak. Ya'ni biz mana bu yerdagi promptni kopiyalab qilamiz. O'qib chiqsanglar ham bo'ladi. O'zi nima deb yozilganini, misol uchun o'zi bu yerda sistemli prompt yozilgan. O'shani men odamlarga oson bo'lsin deb mana shu narsalarni to'g'rilab chiqaman. Bu yerga biz mana channel name'ga The Human Layer deb yozib qo'yamiz. Xo'p, yozganimizdan keyin biz отправить o'likni bosamiz. Xo'p, endi bizga bu ChatGPT prompt yozib berdi. Ya'ni bu promptni olib turib biz o'sha Viscda generatsiya qildirsak bo'ladi. Xo'p, obложкani qo'yib turdik. Endi keyingisiga o'tamiz. Keyingisida biz channel banner deyapti, ya'ni kanalning banneri. Xo'p, biz buni ham kopiyalab qolamiz. Kopiyalab qolganimizdan keyin biz mana ChatGPT qo'yamiz. ChatGPT qo'yganimizdan keyin biz boyagi yana channel name'ga o'zimizning kanalimizni nomini qo'yamiz. Chunki shunga qarab bizga obложка, ya'ni banner qilib beradi. Mana bo'ldi. Endi biz отправить bosamiz. Xo'p, bosganimizdan keyin bizga mana o'sha berdi. Ikkita prompt berdi, ya'ni bittasi obложка, bittasi banner uchun. Xo'p, biz buni kopiyalab qolamiz. Kopiyalab qilib Viscga kiramiz. Viscga kirganimizdan keyin biz bu yoqqa qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yoqda настройкада biz 1/1 qilishimiz kerak. Ya'ni obложка uchun 1/1 normal. Agar 16:9 qilsak, o'sha katta ketadi. Xo'p, buni отправить bosamiz. O'sha keyingisiga o'sha biz boyagi bannerni promptini kopiyalab qilib, buni ham generatsiyaga beramiz. Xo'p, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bizga mana obложка qilib berdi. Xo'p, buni olib qolasanglar, ikkalasidan bittasini tanlasanglar bo'ladi. Olasanglar yana bitta отправить bossanglar, o'sha har xil boshqacha variantlarni qilib beradi. Xo'p, menga test uchun bo'ladi. Misol uchun o'sha keyingisi banner uchun yana prompt tashlaymiz. Bu yoqda настройкасini belgilashimiz kerak bo'lganda 16:9 qilib mana отправить yo'lakni bosamiz. Xohlasanglar o'zgartirib, misol uchun boshqa narsalarni o'zgartirib qo'ysanglar bo'ladi. Endi men o'zim prompt yozdirganga menga mana shunaqa qilib beryapti. Xo'p, mana o'sha bizda ham bannerimiz bor, ham obложкamiz bor. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz biz yana ChatGPTga kirib, ChatGPTga mana bu prompt tashlaymiz kerak. Ya'ni video uchun ideya beryapti. Ya'ni ideya uchun biz kopiyalab qilib olamiz. Kopiyalab qilib olganimizdan keyin biz bu yerga yana ChatGPTga tashlaymiz kerak.
Keyin bu yoqda biza pastda topics deyapti. Ya'ni biza topiklarni qayerdan olishimiz kerak? Ya'ni bu topiklarni biza konkurentimizdan olamiz. Xo'p, konkurentimizga videosiga kiramiz. Videosiga kirganimizdan keyin biza eng populyarnilarni olamiz. Ya'ni bizga yaxshiroq ideya berish uchun. Xo'p, biza buni mana bu yerdan nima qilib kopiya qilib olasizlar. Misol uchun, to'g'ri, tam 12 ta. Ko'proq qilsanglar ko'proq yaxshiroq ishlaydi. Menga 12 ta yetadi. Xo'p, buni biza bu yerga mana bu yerga kopiya qilib olganimizda mana bu yerga pastda topics degan joyga qo'yishimiz kerak. Mana qo'ydim. Mana qo'yganimizdan keyin biza bu yoqda отправить belgisini bosamiz. Отправить bosib yubordik. Endi bizga mana 10 ta original video uchun ideya beryapti. Psixologiya bo'yicha. Endi biza misol uchun любой bittasini tanlasanglar bo'ladi. Endi tarjima qilib ko'rasizlar ruschasiga yo agar ruschani bilsanglar ruschasiga, agar yo ruschani bilmayman o'zbekcha desanglar o'zbekchaga shunday tarjima qilsanglar, misol uchun yozsanglar перевод mavzular. Misol uchun o'zbekcha tarjima qilamiz. Mana. Xo'p, har doim o'zingga begona his qiladigan odamlar psixologiyasi. Yordam so'ramaydigan odamlar psixologiyasi. Agar muloqotdan keyin juda charchasangiz sababi bu bo'lishi mumkin. Xo'p, mana shunaqa narsalar. Endi o'qib ko'rasizlar, o'zingizga yoqqanini olasizlar. Agar yo'q, to'g'ri kelmaydi desanglar, yana 10 ta bersangiz, yana 10 ta beradi sizlarga. Men endi bu yoqda hozir primerni olaman. Misol uchun 2 ni olaman. Xo'p, yordam so'ramaydigan deyapti. Xo'p, buni olamiz. People who early deyapti. Xo'p, buni kopiya qilib oldik. Mana o'zini. Xo'p, ishdan xohlasa ikkalasini kopiya qilib boyaga ikkinchisiga tashladi. Ya'ni bizga mana video skript, ya'ni video uchun skript yozib beradi. Bu video uchun skriptni sizlar generatsiya qilsanglar bo'ladi. Xo'p, buni birinchi kopiya qilib olamiz. Kopiya qilib qo'yganimizdan keyin biz ChatGPT tashlaganimizdan keyin biz mana bu yerda topik degan mana shu topikimizni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana topik joyiga biz bu ikkini qo'yamiz. Ya'ni mavzusini o'zini qo'ysanglar ham bo'ladi. Xohlasangiz aniq bo'lishi uchun mana tegi degan ham olib qo'yarsiz bo'ladi. Mavzusini o'zini qo'yamiz, shuni o'zi yetadi. Xo'p, bizga mana xohlasanglar mana bu yerda 6 va 9 minut orasida qil deb aytganman. Xohlasanglar mana olib tashlasanglar, sizlarga 9 minutlik video qilib beradi. Mana endi 6 bilan 9 orasida qil dedim. Mana shu orasida qilib beradi. Endi buni biz отправить bosamiz. Kutamiz ozgina. Xo'p, bu yerda aytyapti mana полный mavzulargacha beryapti. Озвучка uchun beryapti. Buni xohlasanglar olib turib, o'zinglarni озвучка qiladigan programmalar bo'lsa, o'shanda qilsanglar bo'ladi. Men hozir sizlarga ko'rsatib beraman. U pulli. Xo'p, shu uzun qo'yardi. 9 minutlik beryapti menimcha. Xo'p, buni endi keyingi uchirda biz mana bu yerda buni olganimizdan keyin keyingi уже video image uchun prompt beryapti. Ya'ni buni olib turib biz mana bu yerga kopировать qilib olamiz. Bizga уже rasmni ham hammasini tayyor qilsak, keyin u yoqga уже boshlayveramiz. Kopировать qilib oldik. Keyin buni bu yerga qo'yamiz. Bu yerga qo'yganimizdan keyin biz bu yoqga paste script deyapti. Ya'ni mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bizani skriptimiz bo'ladi. Mana tepasida yozilgan mana video script. Bizga mana video skriptni olib mana pastga tushsanglar, bittalab kopировать qiladi. Bu yerda kopировать belgisini bossanglar, o'sha kopировать bo'ladi. Olib turib paste script degan joyga qo'ysanglar, hammasini qo'yib o'zi to'g'rilab beradi. Ya'ni unikal qilib beradi. Xo'p, biz отправить bosamiz. Bizga hozir уже mana prompt beryapti. Ya'ni bir xil personajli, lekin o'zgacha stilda qilib beryapti. Mana уже tayyor qilib bergan. Endi biz buni kopировать qilib olishimiz kerak bo'ladi. Kopировать qilib olganimizdan keyin biz buni diskga tashlaymiz. Bizda qanaqa personaj bo'lishligini mana bu yerdan birinchisini kopировать qilib qo'yib ko'ramiz. Qanaqa personaj ko'rish kerak. Misol uchun mana gorizontal 16:9 qilamiz, bosamiz. Endi personajimizni ko'rib olishimiz kerak. Ko'rib olganimizdan keyin biz уже avtovisk o'tib tezroq generatsiya qilib bo'ladi. Mana endi bu yerdan tanlaysizlar. Misol uchun mana buni tanlasa bo'ladi, mana buni tanlasa. Endi men iloji boricha mana bu kattarog'ini tanlayapman. Sketch qilamiz. Xo'p, mana sketch bo'ldi. Endi biz avtoviskga kiramiz. Mana avtoviskga kirdik. Mana men kirdim. Buni ham Telegram kanalimdan bemalol sketch qilib olsangiz bo'ladi. Silkalari bor. Qanaqa qilinishlari ham ko'rsatib berganman. Bunga kirasizlar. Endi kirgandan keyin biz eski prompt olib tashlab, boyagan promptni qo'yamiz. Xo'p, bu yerga biz уже ikkinchi promptni olib ketamiz. Ya'ni chunki bizda birinchi prompt bor. Buni kopировать qilib olamiz. Kopировать qilganimizdan keyin mana bu yerga qo'yamiz. Mana qo'ydik. Qo'yganimizdan keyin biz bu yerda nastroykani to'g'rilab chiqishimiz to'g'ri keladi. Misol uchun bizga 16:9, ya'ni bizga long formatda kerak, chunki long formatda qilamiz. Keyin qiladigan ishimiz bu bizga mana bu reference image, ya'ni scena bo'yicha qilish. Chunki biz hozir mana o'zini generatsiyaga berib olsak, bizga har xil personajlar qilib beradi. Chunki tushunarsiz narsalar qilib beradi. Biz o'shaning uchun mana buni bosib, boyaga birinchi qilib olgan personajimizni kiritib olamiz, ya'ni ssenasiga. Yoki mana bu yerda subject, ya'ni o'sha jism degan ma'noda shunaqa aytiladi. Xo'p, keyin bitta scanning bosamiz. Keyin boyaga sketch qilgan personajimizni qo'yamiz. Mana qo'ydik. Qo'yganimizdan keyin upload analyzga bosamiz. Mana processing ketyapti. Xo'p, ketayotgandan keyin уже dan bosib olsak, bizda уже boyagi personajimiz bo'yicha bizga qolganlarni qilib beradi. Xo'p, men bu yerda уже start bosaman. Mana start bosganingizdan keyin уже ketma-ket ketadi. Chunki buni hozir ketma-ketligini bu yoqda qilsanglar ham bo'ladi. Misol uchun visk o'zida ham qilsa bo'ladi. Sababi unda adashib ketmaysizlar. Misol uchun menga уже 1 2 3 qilib, mana bu yerda o'zida generatsiya qilib beryapti. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar.
o'shalarni videoga qo'yayotganda adashib ketmaslik uchun. Chunki oзвучкаga qo'yayotganda har xil stilda bo'lib ketadi. Ovoz bir-biriga to'g'ri kelmay qoladi. O'shaning uchun bizga bu narsa kerak, ketma-ketlik. Xo'p, endi bu sketch bo'lguncha biz buni oзвучка qilib turamiz. Men bu yoqda boyagi tekstni kopировать qilib olaman. Mana kopировать qilganimdan keyin men o'zimni oзвучка qiladigan sotib olganman. O'sha orqali qilaman. Chunki agar oзвучкаlar sifatli bo'lmasa, videolar ko'rilmaydi. Chunki основной rasm bitta odamlar rasmiga qaraydi. Plus bitta oзвучкаlar sifatli bo'lsa, охватinglar, ya'ni просмотringlar ko'p bo'ladi. Xo'p, biz endi bu yoqda Telegram kirib olishimiz kerak. Men o'sha oзвучка qiladigan Telegramda Secret Voice deb aytiladi. Men Telegram kanalini tashlab qo'yaman. Esda kirib $45 turadi. 4 ta 5 ta odam tashlashib, misol uchun kanaldagilar bilan olsanglar bo'ladi. Xo'p, men bu yoqdan oзвучка uchun start bosaman. Start bosganimdan keyin mana login kiramiz. Login kirgandan keyin войти на sayt qilamiz. Xo'p, saytga kiriladi. Xo'p, endi bu yoqda oзвучка uchun ovoz tanlashinglar kerak bo'ladi. Misol uchun menga ingliz tili kerak. Endi eshitib ko'rsanglar bo'ladi. Har xil ovozlar bor. Естественный yaxshiroq, professionalniy mana misol uchun cho'tka естественный. Shularni eshitib ko'rib, o'zingizga yoqqanini olsanglar bo'ladi. Xo'p, men endi bu yerdan men birinchisini olaman. Chunki test bo'lgani uchun menga shart emas. Xo'p, biz mana bosamiz. Bosganimdan keyin men bu yoqga mana введите tekst deyapti. Tekst tashlashim kerak. Mana tekst tashladim. Misol uchun 5 minutda simbol deyapti. Bu yerda 5 minutdan oshadi. Озвучить bosaman. Озвучить bosganimdan keyin обработать deyapti. Ozgina kutish kerak bo'lib qoladi. Chunki sразу qilib bermaydi. Yana bitta qolibdi. Xo'p, bungacha озвучка bo'ldi. Mana tayyor bo'libdi. Уже bizga Telegram kanalimiz tashlab beradi. Bot tashlab beradi. Telegram akkauntga. Buni bemalol sketch qilib olasizlar. Sketch qilib olish mana oddiy sketch qilib olib, papkaga tushadi. Misol uchun Telegram o'zini faylga tushadi. Xo'p, endi hozir biz ChatGPT tashlashimiz kerak. Nimaga? Chunki bizga qaysi sekundda, ya'ni qaysi paytda biz rasmni qo'yishimiz kerak. O'shani aytish uchun. Xo'p, biz bu yoqqa o'zbekcha yozsak ham bo'ladi. Biz bu yoqda noto'g'ri yozib qo'ygan ekanmiz. Promptni noto'g'ri berilgan ekan. Chunki men bu yerda men ko'rmayman. 7:40 deb yozib qo'ygan, lekin men hozir yana boshdan berdim. Endi menga bu yoqda 17:00 dan 17 sekundgacha birinchi rasm qo'yiladi. Lekin bu yoqqa har xil ketyapti. O'shalarni qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bunga ham ozgina vaqt kerak. Endi men bu yoqda birinchi rasm qo'yamiz. Ya'ni mana men birinchi ssenamiz boyagi vizitkadagi rasmlarni ketma-ketligini qo'yib borishimiz kerak bo'ladi. Chunki ketma-ket qo'ymasanglar уже ma'nosiga to'g'ri kelmay qoladi. Misol uchun mana 19 rasmiga hammasini qo'ydim. Mana 19 mana уже bu yoqda aralashib ketdi. Xo'p, buni to'g'rilab olishimiz kerak bo'ladi. Mana 5 4 3 2 1 bo'lyapti. Mana bu yoqdan buni teskarisiga qo'yib ish kerak ekan. Mana 1 2 mana bu chunki o'zi birinchi bo'ladi. Keyin 3 4 5 misol uchun 6 7 bular ketma-ketlikda qo'yib ketasizlar. Videoda katta ko'rsatib beraman. Hozir har xil bo'lib qolgan. Endi vaqt ketkazmaslik uchun o'zingizlar misol uchun qo'yib chiqsanglar bo'ladi. Men hozir bu yoqda endi qolgan taxminlarni qo'yaman. Bu yoqni ulatib tashlayveraman. Endi o'zingizlar bemalol qilib dashga ketsanglar bo'ladi. Tushunmoqdinglar-ku. Xo'p, endi bu yoqqa mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yoqqa o'sha effektlarni qo'yib, o'sha videoni oзвучкалari bilan to'g'rilab chiqsak bo'ladi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, mana qiziqarli bo'ldi. Endi agar iloji boricha mana shu yerda effektlar bilan har xil misol uchun ikonkalarni qo'ysanglar bo'ladi. O'shanda qiziqarli bo'ladi. Xo'p, endi biz bu yoqda animation kiramiz. Animation kirganimizdan keyin biz fade in bosishimiz kerak. Birinchi o'rinda biz mana bu yerda endi qiziqroq bo'lish uchun mana buni qo'yamiz. Kattaytiramiz, yaqinlashtiramiz. Birinchi bu yoqqa keyframe bosamiz. Keyframe'ni keyin ikkinchisiga o'sha yaqinlashgan holatdagina qo'yamiz. Ya'ni men endi bu yerda 120 da qo'yaman. Endi bo'ladi. Endi mana ko'ryapsizlar, sizlarga oзвучка eshitiladi. Mana shunday qilib yaqinlashadi. Ketaveradi. Xo'p. Endi ikkinchisiga biz mana bu yerdagi animationga kirib turib, bu yoqdagi effektlarni ishlab tursak bo'ladi. Ya'ni fade in bosamiz. Fade in keldi. Endi bu как effekt bo'ladi. Ikkinchisiga уже outga fade bossa уже o'zgaradi, ya'ni effektlar bilan qiziqroq bo'ladi. Keyin bu yoqqa bemalol o'zingizlar misol uchun yaqinlashtirib, hozir yaqinlashdi. Endi sizlar misol uchun orqaga qilsanglar bo'ladi, out qilsanglar bo'ladi. Mana bu yerda shake degan narsalar bor. Misol uchun mana har xil effektlar bor. O'shalarni qo'yib endi hamma o'zini ideyasidan qo'yib chiqsa bo'ladi. Endi men bu yoqqa ko'rsatib berdim. Hammasini mana shunday qilib oraga zoom out qilib ketirish kerak. Mana videomiz tayyor bo'ldi. Endi o'zingizlar eshitib ko'rib xohlasanglar, misol uchun menga yoqmadi, yo'q desanglar, mana yerga orasidagi sekundlarni o'chirib chiqsanglar bo'ladi. Chunki mana misol uchun to'g'ri bu yoqda jim turgan, o'sha gapirishni boshlagan. O'sha joylarni o'chirib chiqsanglar bo'ladi. Mana bu yerdan bo'lib qo'ysanglar, mana shu yerdan bo'lib qo'ysanglar, o'zingizlar uchun как metka bo'ladi. Bo'lib qo'yasizlar-da. Chunki mana rasm bilan aralashib ketmas. Rasm bilan aralashib ketmasligi uchun keyin bu yerdan kesib chiqasizlar. Mana bu yerda ovoz. Chunki pauza bo'lib qolsa ham minusda bu. Kelmaydigan ortiqcha ovozlar-da bu yerda.
Keyin yana ideya qo'shaman desanglar, mana shu rasmlarni olib turib, Grokka yoki Veo'ga qo'yib turib, rasm bo'yicha generatsiya qildirsanglar bo'ladi. Shunaqa qilib kamayadi bu. Keyin effektlarni nimadan surib to'g'rilab qo'ysanglar bo'ladi. Mana. Mayli, salomat bo'linglar. Like, kommentni kutib qolaman.